Nonni bo'laklarga bo'lib, yog'da qovurib, qarsillatib yeb ko'rganmisiz? Yo'q. Hech qanday yog'da o'ziga shimib olmaydi. Alohida kartoshka va go'sht bilan birga qovurib yesangiz bormi? Bay, mazasi og'zingizda qoladi. Yog'siz lahm mol go'shtini bo'laklarga bo'lib, yupqa qilib to'g'rab olamiz. Go'shtni marinovkasiga e'tibor bering, o'zgacha tayyorlanadi. To'g'ralgan go'shtni ustiga soya, bitta tuxum va kraxmalni solasiz. Tabga ko'ra tuz solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Bunaqa mazali tayyorlangan go'shtni faqat restoranlarda emas, endi uyingizda tayyorlab yesangiz ham bo'ladi. Kartoshkani yuvib, tozalab olamiz. Nonni ham to'g'rab, maydalab olamiz. Qizib turgan yog'da kartoshkalarni tillarang qilib qovurib olamiz. Pishgan kartoshkalarni alohida idishga olamizda, ustiga xona haroratida yumshab turgan saryog', ko'kat va chesnok solib, tuz bilan aralashtirib olamiz. Qizib turgan yog'ga to'g'ralgan nonlarni solib, har ikki tarafini tillarang qilib, qarsillatib qovurib olamiz. Nonlarni alohida idishga olamizda, qolgan yog'ida go'shtni qovurishni boshlaymiz. O'rtadan balandroq olovda 3-5 daqiqada yupqa qilib to'g'ralgan go'shtlarimiz juda ham mazali bo'lib pishadi. Taom tayyor bo'ldi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Ishtahangiz ochilsa, Robiyangizniki mehmonga keling. Bu taom Achakavadan Mojito freshi bilan juda ham mazali bo'ladi. Sizga ham tavsiya qilaman.